Assalomu alaykum. Efirda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining navbatchilik qismi xabarlari dasturi. Hafta davomida viloyatimiz ichki ishlar organlari tizimida sodir bo'lgan voqea va hodisalar tafsiloti bilan yaqin daqiqalar ichida tanishishingiz mumkin. Dastlab bugun e'tiboringizga havola etiladigan xabar va lavhalarning qisqacha sharhiga to'xtalib o'tamiz. Haj ziyorati bilan bog'liq firibgarlik fosh etildi. Yer oldi-sotdi ishlarida noqonuniy faoliyat aniqlandi. Mast haydovchi xodimga pora taklif qildi. Xodimlarning farzandlariga imtiyozli tavsiyanomalar topshirildi. Namangan tumanida yashovchi ayol tuman ichki ishlar bo'limiga ariza bilan murojaat qilib, unda Namangan shahrida yashovchi fuqaro o'zini Musaffo Travel mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimi sifatida tanishtirib, 4000 AQSh dollari evaziga Saudiya Arabistoni davlatiga katta haj ziyoratiga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida xabar bergan. Ma'lumotga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati, terrorizmga qarshi kurash bo'limi hamda departamentning Namangan tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxs Chortoq tumanidagi aviakassalardan birida ishlashi ma'lum bo'ldi va u ariza muallifidan kimyoviy ishlov berilgan 4000 AQSh dollari pullarni olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Yana bir holatda Mingbuloq tumanida faoliyat yurituvchi Rayhon Turizm nomli sayyohlik firmasida ishlovchi ikki fuqaro 6000 AQSh dollari evaziga Saudiya Arabistoni davlatiga katta haj ziyoratiga yuborish bilan shug'ullanib kelayotganligi to'g'risida tezkor ma'lumot olingan. Namangan tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati hamda departamentning Namangan tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Mingbuloq tumanida yashovchi ushbu fuqarolar ariza muallifidan kimyoviy ishlov berilgan 6000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi tegishli qismlari bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishlari yuzasidan Namangan tumani ichki ishlar bo'limi huzurida tergov bo'linmasi tomonidan dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Ayrim shaxslar haj ziyoratiga arzon narxda olib boramiz degan yolg'on va'dalar bilan fuqarolarning ishonchiga kirib, ularni moddiy zarar ko'rishiga sabab bo'lmoqda. Haj safarini faqat diniy idora tomonidan ruxsat etilgan tartibda va rasmiy tashkilotlar orqali amalga oshirish mumkin. Hurmatli fuqarolar, shubhali takliflarga ishonmang. Noma'lum shaxslarga hujjatlaringiz va pul mablag'laringizni topshirmang. Bu haqda yaqinlaringizni ham ogohlantiring. Namangan tumanida yashovchi ayol tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, unda bir fuqaro Namangan tumani Oxunbabayev massivida joylashgan bog'dorchilikka ixtisoslashgan 0,5 gektar yer maydonini 1 gektar deb aytib, ushbu yer maydonini tuman hokimligida ishlovchi tanishlari orqali uning nomiga o'tkazib, molxona qurib foydalanish uchun qaror chiqarib berish evaziga 140 ming AQSh dollari talab qilib, oldindan 10 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni so'rayotganligini ma'lum qilgan va ushbu shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Ayolning arizasi ko'ra tuman ichki ishlar bo'limi tezkor qidiruv xizmati hamda departamentning Namangan tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida arizada nomi keltirilgan shaxs hamda yana bir fuqaro kimyoviy ishlov berilgan 10 ming AQSh dollari pullarni arizachidan olgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, ularga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi bo'yicha hujjatlar rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan Namangan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan fuqarolarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25 orqali 168-moddasi 4-qismi A bandi, 28 orqali 211-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilib, ayblanuvchilarga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan va dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Yer oldi-sottisi bilan bog'liq har qanday ishlar faqatgina notarial idoralar orqali qonuniy tarzda amalga oshirilishi lozim. Hurmatli hamyurtlar, hokimlikdagi tanishlarim orqali savdo ishini pishitib beraman degan qo'shtirnoq ichidagi uddaburonlarning nayrangiga aldanib qolmang. Bordi-yu shunday shaxslarga duch kelsangiz, bu haqda darhol tegishli idoralarga xabar bering. Joriy yilning 1-iyun kuni Yangiqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika inspektori Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik boshqarmasi Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi boshlig'i nomiga murojaat qilib, unda Norin tumanida yashovchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaro Damas rusumli transport vositasini mast holda boshqarib ketayotganligini aniqlagani, fuqaro esa unga nisbatan to'plangan hujjatlar bo'yicha chora ko'rmaslik evaziga profilaktika inspektoriga 500 AQSh dollari miqdorida pora taklif qilayotganligini ma'lum qilgan. Mazkur bildirgiga
qarorga asosan shu kuni Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Namangan viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tuman bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir davomida ma'lumotda ismi keltirilgan fuqaro Yangiqo'rg'on tumani profilaktika inspektoriga 500 AQSh dollari miqdoridagi pullarni pora tariqasida bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan va protsessual hujjatlar rasmiylashtirilgan. Hozirda ushbu holat bo'yicha iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti tuman bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yurtimizda ichki ishlar organlari faoliyatini takomillashtirish, huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida kompleks islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Bu boradagi yuqori natijalarga erishish avvalo ichki ishlar organlari xodimlarining kasbiy tayyorgarligi, fidoyiligi va jasorati bilan chambarchas bog'liq. Davlatimiz tomonidan sohada sadoqat bilan xizmat qilayotgan, xizmat burchini bajarish chog'ida halok bo'lgan yoki nogiron bo'lib qolgan xodimlar hamda ularning oila a'zolarini ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Shu maqsadda Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-fevraldagi 42-12-sonli qaroriga asosan ichki ishlar organlarida xizmat qilayotgan, xizmat vaqtida halok bo'lgan yoki nogiron bo'lib qolgan sobiq xodimlarning farzandlariga davlat oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalariga kirish uchun Ichki ishlar vaziri tomonidan berilgan imtiyozli tavsiyanomalarni tantanali topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Unda xizmat vaqtida halok bo'lgan, nogiron bo'lib qolgan, shuningdek ayni vaqtda xizmatni davom ettirayotgan 109 nafar xodim va ularning farzandlari ishtirok etishdi. Uchrashuv yakunida boshqarma boshlig'i o'rinbosari so'z olib, tavsiyanoma olgan barcha xodimlar va ularning farzandlarini ushbu muhim hujjat bilan tabrikladi. Ularga kelgusida oliy ta'lim muassasalariga kirib, talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'lishlarini, vatanga sadoqatli va el yurtga munosib xizmat qiladigan insonlar bo'lib kamol topishlarini tiladi. O'zbekiston Respublikasida sadoqat bilan xizmat qilaman. E'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz shulardan iborat edi. Dasturlarimizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bebaho boyligimiz bo'lgan tinch osuda kunlarimizni qadriga yetish, uni asrab-avaylash barchamizning muqaddas burchimiz ekanligini unutmang. Kelgusi ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.